Zolotoy koronasida necha pul qarzi bor odam bor-ku, lyuboy 1 million bo'ladimi, 2 million bo'ladimi, 500 mingmi, 50 mingmi, 30 mingmi muammosiz jo'natib yuboraman. Telefon qilinglar. Yana bitta narsa, agar biz shu qoldirilayotgan nomerlarimizga mana shu pastimizda qoldirib qo'yamiz, shu nomerlarga telefon qilib bilet oladigan bo'lsanglar, pasport tashlaysizlar, biletni narxini aytib, agarda narx kelishganimizdan keyin podpisatsiya bo'lgan bo'lsanglar, ya'ni Instagramimizga, Mustafa aviakassasiga podpisatsiya bo'lgan bo'lsanglar, Telegram kanalimizga ham podpisatsiya bo'lgan bo'lsanglar, har bitta biletdan 500 rubldan skidka qilib beradi. Uning uchun podpisatsiya bo'linglar bizga. Qolaversa, do'stlar, yana bitta narsani aytib qo'yay. Zolotoy koronasida necha pul qarzi bor odam bor-ku, lyuboy 1 million bo'ladimi, 2 million bo'ladimi, 500 mingmi, 50 mingmi, 30 mingmi muammosiz jo'natib yuboraman. Telefon qilinglar. Mana shu qoldirilayotgan nomerlarga murojaat qilsanglar, xudo xolisa muammosiz uylarga borasizlar, xudo xolisa inshaalloh. Mustafa aviakassani kuzatishda davom etinglar. Sizlarning xizmatinglardamiz. Albatta, shu videoda Zolotoy koronasida tanish bilishinglarga taqqa jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.